Bir oy oldin 3 oylik bolani guruhga olib kelishdi. Onasining shikoyati bolani yuzlariga, qulog'ining orqasiga, teri burmalariga qizil toshmalar toshishi va suvlanishi. Ichi tez-tez sariq, yashil bo'lib buzilib turishiga. Bola injiqlikka. Bola ona sutida oziqlanadi. Onasi homiladorlik vaqtida shirinliklar, sitrus mevalar, bananlar va hokazolar ko'p iste'mol qilgan. Hozirgi vaqtda ham iste'mol qilib turadi. Bemorga tekshiruvlardan keyin eksklyuziv kateral diatez tashxisi qo'yildi. Onani ovqatlanish ratsionini to'g'rilab, bolaga davo choralari ko'rsatilgandan keyin bolaning holati yaxshilandi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun yana bir diatezlar turi eksklyuziv kateral diatezlar haqida gaplashamiz. Eksklyuziv kateral diatezlar erta yoshdagi bolalarni 30-75% uchraydi va allergik diatezga o'xshab ketadi. Ammo allergik diatezdan farqli patogenezda immunologik pog'onasi bo'lmaydi va tabiati bo'yicha psevdoallergik diatez hisoblanadi. Eksklyuziv kateral diatez bu teri va shilliq qavatlarini quruqshashga va qizarishga moyilligi, limfoid to'qimasining giperplaziyasi, suv-tuz almashinuvi buzilishlari, tez allergik reaksiyalarga va infeksion yallig'lanish jarayonlariga chalinishi bilan kechuvchi konstitutsiya anomaliyasi hisoblanadi. Eksklyuziv kateral diatezni kelib chiqishiga va rivojlanishiga olib keladi. Gistamin ko'p ishlab chiqarilishi, gistaminaza fermentini yetishmovchiligi, to'qimalarni gistaminga sezuvchanligini oshishi, mineral kortikoidlar ko'p hosil bo'lishga moyilligi, ichak fermentlarning aktivligini pasayishi, metabolik atsidoz rivojlanishga moyilligi, anaerob moddalar almashinuvi kuchayishi, transferin almashinuvi nostabilligi. Erta yoshdagi bolalarda sensibilizatsiya ichak yo'li orqali bo'ladi. Ovqat allergeni sifatida oqsil va uning uglevod va yog'lar bilan birikmalari va ovqatni ta'mini va hidini o'zgartiruvchi qo'shimchalar, rang beruvchilar, konservantlar, emulgatorlar, donlarga va meva-sabzavotlarga sepiluvchi pestitsidlar va o'g'itlar, polimer va metallik upakovkalardagi nikel, zamburug' va boshqalar sabab bo'ladi. Allergen oziq-ovqat mahsulotlari ikkiga bo'linadi. Birinchisi obligat shartsiz allergenlar. Sigir suti oqsili, go'sht, tuxum, baliq, yong'oq, sitruslar, shokolad, qulupnay, malina, asal va boshqalar. Ikkinchisi fakultativ shartli allergenlar. Gistamin saqlovchi mahsulotlar. Banan, ismaloq, pishloqlar, shovul, kolbasa, sosiskalar, dudlangan, tuzlangan go'sht mahsulotlari, tomat, soya, ziravorlar, kofe va boshqalar. Eksklyuziv kateral diatezi bor bemorlarda allergiya moddalar organizmga bemalol kirishi va allergiyaga olib kelishning sabablari: teri va oshqozon ichak tizimi shilliq qavatlarini yetilmaganligi va o'tkazuvchanligi oshishi, hazm fermentlari aktivligi o'zgarganligi, sekretor immunoglobulin A ni yetishmovchiligi, oshqozon ichak tizimi funksional buzilishlari. Klinik ko'rinishi: bolalarda eksklyuziv kateral diatez har xil ko'rinishda kechishi mumkin. Ba'zi bolalar to'liq vaznli, kam harakat, bo'sh bo'ladi. Terisi oqargan, suvlanishga moyil, limfa to'qimalari giperplaziyasi uchraydi. Boshqalar esa ko'p harakat, ozg'in, bezovta, terisi quruq va qizarishga moyil. 2-3 yoshga borganda teridagi o'zgarishlar kamayib, bolalarning ko'rinishi ham o'zgaradi. EKDni erta belgilari: gneys, chaqaloqni qoshlari va sochlari ustida yog'li qoplamalar, chaqaloqni tug'ilishidan teri burmalarida qizarishlar, to'qimalarning shishinqiraganligi, organizmni suv, natriy, kaliy xloridlarni ushlab qolishga moyilligi, sut qobig'i, yanoqlarda, iyaklarda qizarish va quruqshash. Ko'pincha eritsematoz papuloz va eritsematoz vezikuloz toshmalar ko'rinadi. Bu holatlarda ko'pincha bolalar qashlab infeksiya tushirib qo'yishlari mumkin. Katta yoshdagi bolalarda quruq teri fonida strofolis, mayda suvlanuvchi toshmalar va pachisuxa, mayda, qattiq, qichishuvchi, qo'l oyoqlarda joylashgan tugunchali toshmalar. Shilliq qavatdagi o'zgarishlar, ko'z va yuqori nafas yo'llarida blefaritlar, konjektivitlar, faringitlar, rinitlar, laringitlar, bronxitlar.
sidyullari infeksiyasi, sistitlar, pielonefritlar, qizlarda vulvovaginitlar, ichki tishi yoki qabziyat ko'rinishida bo'ladi. Limfoid to'qimalar giperplaziyasi, periferik limfa tugullar kattalashishi, geografik til, obstruktiv bronxitlarga moyillik, ortiqcha vazn qo'shish, neyrovegetativ sindrom, oshqozon ichak tizimi funksional kasalliklari, qabziyatlar, qusishlar, suv-tuz muvozanati buzilishi, atsidozga moyillik, temir va vitaminlar defitsiti tez rivojlanadi. Diagnostika. Eksudativ kateral diatezni allergik diatezdan farqlash kerak bo'ladi. Eksudativ kateral diatez bolani hayotini birinchi haftalarida belgilari bilinadi. Qonda immunoglobulin E miqdori me'yorda. Aniq bir ovqatga bog'lash qiyin. Holati 6-12 oygacha ko'pincha o'zi o'tib ketadi. Atopik dermatit, ota-onada allergiya borligi har qanday yoshda uchrashi mumkin. Qonda immunoglobulin E miqdori oshishi kuzatiladi. Terida suvlanish, qichishish, qizarish, teri maydonlari kattaligi bilan farqlanadi. Ovqatdan keyin paydo bo'ladi. Profilaktika. Eksudativ kateral diatez bor bolalarga gipoallergen parhez, teri parvarishi kerak bo'ladi. Bola yashovchi uylarda gullaydigan gullar, julli gilamlar, uy hayvonlari, kimyoviy tozalash vositalari va boshqalar yo'qotiladi. Ko'p terlatadigan intensiv jismoniy mashqlarni kamaytirishga to'g'ri keladi. Quyosh nuri tagida yurish tavsiya qilinmaydi. Chunki teri namlikni yo'qotishi, bolani issiq urishi, ko'p terlashi va quyosh nurlarini kuydirishiga olib kelishi mumkin. Toza havoda salqinda ko'p sayr qilish kerak bo'ladi. Uy harorati optimal 20-22 gradus, havo namligi 50-55% atrofida ushlash kerak bo'ladi. Bolani ichki kiyimlari paxtali matodan bo'lishi kerak. Dag'al matodan bo'lmasligi kerak. Kiyimlarni yuvganda gipoallergen yuvish vositalari va sovunlar ishlatilish tavsiya qilinadi. Bola alohida kravatda yotishi kerak. Joyiga paxtalik mato to'shalgan bo'lishi kerak. Alohida o'rinda teri parvarishi yotadi. Bola har kuni 35-36 gradus suvda cho'milishi kerak. Optimal cho'milish vaqti 20 daqiqagacha tavsiya qilinadi. Cho'milganda yengil ishqorli sovunlar, hid va rang qo'shilmagan shampunlar tavsiya qilinadi. Sovun bir haftada 1 yoki 2 marotaba ishlatilishga ruxsat beriladi. Bolani yuvintirishda mochalka, antimikrob sovunlar ishlatish mumkin emas. Cho'milgandan keyin bolani boshini sochiq bilan shimdirib quritish tavsiya qilinadi. Ishqalash mumkin emas. Teriga neytral krem surtish tavsiya qilinadi. Bolani terisini yumshoq ushlab turish uchun. Boshdagi qadoqlar kosmetik vositalar, vazelin, kremlar bilan yumshatiladi va yumshoq gubka bilan sekin tozalanadi. 3-4 marta yuvintirilganda yo'qoladi. Bolani tagi qizarishda tagliklarni ishlatmaslik yoki qisqa muddatga ishlatish tavsiya qilinadi. Bolani tirnoqlari tug'ilishidan boshlab olinishi kerak. O'zini yulib olmasligi uchun. Tunda qo'liga qo'lqopchalar kiydirish kerak. Gipoallergen parhezga alohida e'tibor berish kerak bo'ladi. Eksudativ kateral diatezi bor bolalarda uzoqroq ona sutida qolish tavsiya qilinadi va emizikli onalar tomonidan ovqatlanish ratsioni buzmaslikni so'raladi. Bola sun'iy ovqatlanishda bo'lsa, gipoallergen yoki qisman gidrolizlangan sut aralashmalari tavsiya qilinadi. Qo'shimcha ovqat kiritish reja bo'yicha sutsiz sabzavotli ovqatlar kiritiladi. Obligat va fakultativ allergen oziq-ovqatlar bermaslik tavsiya qilinadi. Eksudativ kateral diatezi bor bolalarga 2-3 yoshgacha sigir suti va mol go'shti tavsiya qilinmaydi. Bolada funksional hazm buzilishlarida medikamentoz davo tavsiya qilinadi. Fermentlar, enterosorbentlar, eubiotiklar mahalliy davoga har kuni vanna qilish. Qichishishga qarshi yalpiz barglari kalendula. Quruq terida bug'doy kepagi, andis tomiri, moychechak. Qurituvchi ta'siriga ega eman po'stlog'i va chirida. Seboreyada cho'miltirishdan oldin kungaboqar moyi surtish.
Teridagi o'tkir jarayonlarda 1-2% riazotsin bilan primochka, 0,1% rivanol, 0,25% kumush nitrati, moychechak, eman po'stlog'i, talk, sink va glitserin saqlovchi moddalar. Teridagi yaqqol toshmalarda gormonal surtmalar. Quruq yorilgan terilarda retinol, chakanda yog'i va dog' qilingan o'simlik yog'i bilan ishlov berish kerak bo'ladi. Ekstensiv katarol diatezni birlamchi profilaktikasi. Homiladorlik vaqtida allergen moddalardan qochish. To'g'ri ratsional ovqatlanish. 2 yoshgacha bolalarga obligat allergenlarni cheklash. To'g'ri o'tkazilgan parvarish va bolani to'g'ri ovqatlanish 6 oygacha bolada ekstensiv katarol diatez belgilarining yo'qolishiga olib keladi. Ayrim bolalarda ekstensiv katarol diatez belgilari kuchayib, atopik dermatit, bronxial astmaga olib keladi. Ekstensiv katarol diatezi bor bolalarga emlash individual ruxsat beriladi. O'tkir belgilardan 1 oy keyin antigistamin preparatlar fonida. Rahmat.